Ma yanaq tortqa gap ketmaydi, juma vahshiy yeyishlik. Ammo bayramlarda dasqaningizga gul keltirib yetadi. Qarab yegingiz keldi qachon? Kelamiz birga qilayli. Intayin bek oson ham bek yeyishlik. To'rtal tuxumni bir qachiq chaqib olgandan keyin 110 gram oq shakar qo'yib, qo'lchalg'ichda shakarni eritib olamiz. Shakar eriganda 3 gram soda solib, qo'lchalg'ich bilan davomli ko'ptirib olamiz. Musholatga kelganda 20 gram asal solib, yana davomli aralashtiramiz. Bu asal erib bo'lgandan keyin ustiga taxminan 130 gram atrofida yanaq mayg'azini solib olamiz. Buni solib bo'lgandan keyin yana mushta aralashtirib, yanaq mayg'azini mektash aralashib bo'lgandan keyin tayyor qilgan 120 gram unni mushta qo'lchalg'ich bilan teksh aralashtirib, qiyam holatga ekib olamiz. Ondan buni mushta tayyor qilgan qilibimizga quyib, kavshangda 170 gradusda 30 minut kavliq saqlab pishirib, qilish intayin bek oson ham bek yeyishlik. Ko'rib mushaygacha kapsiz men qo'shib olib birdan naqsiz yurakni besib qo'yish arziydi. Qilib qo'yib bo'lgandan keyin ustini tashlab, yerga 3-4 urib, ichida kavan chiqib o'tib, kavshang solib pishirib avval saqlam bo'ldi. Ustiga iris surkib olamiz takshi, ondan nippi shilib olgan yanaq mayg'azini chechib, chiroyli shaklda to'g'rab aytdan yesak bo'ldi. Qarang, o'xshab ketdi. Keling birga yeymiz. Sizmi oilangiz bir